Mashinadan tush. Xabar, tez hayda, tez. Mashinaning aynakini chiqarib, tez bo'ling. Mashinani to'xtat. Xabar, to'xtatma. Tez haydang, tez. Lola, siz kamerani elib tez keching. Neri tur? Nima qilay deysan? Men sen yo'lni bo'shat da'vatime. Yo'l bo'shatmayman. Hargiz bo'shatmayman. Acamning puti nemish sinib ketdi. Sardar, Dilnur kamerani menga qaytiribdi. Amri qilganman. Siz avval bu yerdan yo'q qiling. Üzmüyenni Lala'nın iki putuğu değişelmeyme. Bulmasa çokumsunu aşkarlı bitime. Ko'zimdan yo'q qil. Lala yo'qab ketdi. Dilnur onu shunday qilishga buyurgan ekan. Qappar u qochib ketibdi. Voyjon! Ovoz chiqarma. Dilnur, sizga zada nemish bo'ldi? Yana gap qilmasangiz saqchiga ma'lum qilaman. Dodo! U o'z adam emas. Men seni o'z adam. Bu haramzada shun bilan ma'u pastkash xotinni bu azoblarim uchun betal to'latkazaman. Dilnur, yo'q! Uning sen yaxshi ko'radigan nimasi bor? U faqat ikki puti yo'q xotin xolos. Boyvachi, siz Meni o'ldiring. Opamga chi qilmang. Dilnur, opam dadamning qonunliq ayoli. Opam haqiqiy oshna. Og'zingni yum. Xabar, siz kamerani qutqizing. Sardar, ko'zingizni yeching. Ko'zingizni yeching. Opa, dadam o'lmaydi, jiddiylashmang. Sardar, sendan o'tinib qolay. Meni o'ldirib etgan. Menga rahim qilgin. Sen o'tkazgan jinoyatning jazosiga uchraysan. Yo'q. Birinchi qism. Doktor, balam qandaqroq? Lalaning ko'zi betipliq ultra ovozliq tekshirish apparatining ekraniga tushdi. 2 kundan buyon bu shakichik uning qo'rsiqida qattiq g'alaba qildi. Bu vaqt sog'lom ham normal ekan. Hamma ishlar yaxshi bo'lsa, yana 3 oydan keyin tug'iladi. Ha, bek yaxshi bo'ldi. Rahmat sizga, doktor. Lala hayajonlangan holda ekrandagi shakichga qaradi. U uning balasi. To'y qilg'ili 3 yil bo'lgan bo'lsa-mu, uning bo'yidan 5 qitim ajrab ketgan edi. Bu qitim oxir o'zining balasini tug'digan bo'ldi. U buni o'ylasila, nayt taqasa bo'ladi. Salomat bo'lgandan keyin unda tutug'im. Betipliq ultra ovozliq tekshirish uyining eshigi tuyuqsiz echilib, Sardar asta kirib, Lalaga sovuq nazarda qaradi. Lala Sardarning gaplarining ma'nosini texi tushunmay turibla, ixtiyorsiz holda unindan so'radi. Siz nimishga keldingiz? U 6-qitim homiylar bo'lgandan taki hozirgacha 6 oydan oshgan bo'lsa-mu, Sardar azaldan uninga hamroh bo'lib, doktorxonaga kelib boqmagan edi. Hatto uning qo'sig'idagi balaning ahvolini surishtiribmi boqmadi. Xuddi bu bala uning balasi emasdek. So'g'uq muomala sababli u doim o'zini xatoyatlik bo'lib qolgan o'xshayman deb o'ylaydi. Lekin u yanala uni cho'nqur muhabbati bilan yaxshi ko'radi. Hatto uning onasi uchun jigirini taqdim qilishga rozi bo'ldi. Kelinglar, uni operatsiyaxonaga opiringlar, darhol tug'sin. Sardar uniga pisand qilmay, burilibla eshik sirtiga qarab buyruq tushirdi. Sardar, sizning bu nima deganingiz? Lala gangrab qoldi. Bu vaqt amdala 6 oydan oshdi. Tug'ish vaqtimi to'shmadi. Sardar uni majburiy tug'dirmoqchimidi? 6 oylik bo'lgan taqdirdami, a'zolari texi to'liq yetilmagan bu vaqtning sog'lom bo'lishi hargiz mumkin emas. Sardar so'g'uq ta'ni qilib kuldi. Sizni bolani tug'ing dedim. Tushunmadingizmi? Yo'q. Lala yig'lab ketdi. Men hozir tug'olmayman. Sardar, meni qo'yib yeting, o'tinib qolay. Dilnurning kesili yangi tug'ilgan buvoqning kindiqqiniga jiddiy ehtiyojli Lala. Siz hozir cho'qim tug'ishingiz kerak. Lalaning badani qattiq titrab ketdi. Dilnurga nima bo'ldi? Dilnurning nima bo'lganini bilmamsiz? U sizning o'rningizda jigarni taqdim qildi. Biroq siz-chi? Menga yotiq bo'lgandan keyin uni ko'zda yo'qotmoqchi bo'ldingiz.
Elimi yaxshi uning ta'li o'ngdan kelib omon qoldi. Biroq salomatlik izchil yaxshi emas. Yangi tug'ilgan bovoqning kindiq qindila uni saqayta oladi. Lalaning badani texmi titrab ketdi. Shunga, men bu qitim homildor bo'lgandan keyin meni qiynamadingiz. Bugun meni bola tug'ing deyishingiz butunlay Dilnurni qutqizish uchun shundaqmi? So'rab bo'lgandan keyin Lala Sardarning undaq rahimsiz odam ekanligiga ishongisi kelmadi. Ayni chaqda u rostilla operatsiya ustiliga chiqib, Sardarning opasiga jigirini iyana qilmoqchi bo'lgan. Hatto narkoz o'qulini o'rg'izgan edi. Umu jigirimni iyana qildim deb o'ylaydi. O'ylamagan to'y kuni oqshimi doktorxonadan bir parcha doklad keldi. Uning jigiri intayin normal bo'lib, haqiqiy jigirini iyana qilgani uning singlisi Dilnur edi. Lala shundan boshlab Sardarga yotliq bo'lish uchun vosita tanlamay aldamchilik qilgan ayolga, Sardarning nazaridagi eng nomussiz ayolga aylandi. Lala birinchi qitim homiylar bo'lganda Sardar karvatı uni bo'yidan ajrab ketguchi qiyin edi. U yana homiylar bo'ldi. Lekin yana bo'yidan ajrab ketdi. Sardar Lalaga o'zining bolasini tug'ishga mos kelmaydiganligini, uning tug'ishig'imi yo'l qo'ymaydiganligini aytdi. Taki bu qitim homiylar bo'lganga qadar Sardar uni to'xtamay qiynadi. U texi Sardarni meni qo'yib yetadigan bo'ldi deb o'ylab qolgan edi. O'ylamagan Sardar bolasining 6 oylik bo'lishiga yo'l qo'ydi. Aslida hammasi Dilnurni qutqizish uchun edi. Shundoq, siz Dilnurning o'z ajisi. Faqat siz tuqqan bolaning kindiqqini uni qutqiza oladi. Bu sizning Dilnurga qarz qaytarug'ingiz bo'lib qolsin. Epminglar. Sardar qo'lpini oltishi bilan sestra Lalani operatsiya uyiga olib ketdi. Muzdek operatsiya uyi. Muzdek asboblar. Lala operatsiya ustiliga besildi. Sardar uning soqini qarab qo'yib, yenidagi doktorga dedi: Narkoz okul urmusimi bo'ladi. Qo'rsoqni yerib, balani elanglar. Agar u mudilisimi ish qilsa yo'q. Ish qilib, men faqat kindiq qaynanini olaman. Aras, uning jigirini azroq kesib o'tinglar. Elimi uning badanida 3 yildan ortiq turdi. Kesib o'tadigan vaqtmi keldi. Lala Sardarning tepib olishidan qo'rqib, bevosita cho'ng doktorxonalarga borolmaydi. Shunga u mushundaq chat ham xilvat o'ringa joylashgan shaxsiy egilikdagi kichik doktorxonani tepib tekshirish elib boradi. Bundaq doktorxonalarda qonunsiz savdo bilan shug'ullanadigan odamdan birasini yo'q degili bo'lmaydi albatta. Ular balkim rostilla Sardarning pulini olgandan keyin mushundaq vosita tanlamasligi mumkin. O'ylab mushiyaga kelganda Lalaning badanidan sovuq ter chiqib, kallasi qupquruq bo'lib qoldi. Lala buni anglab, cho'chigan holda Sardarga qaradi. U narkoz okuli o'rg'izmasa, hargiz bardoshlik beramaydi. Lekin u amdala 6 oylik bo'lgan bo'g'ini qo'rsqini yerib elib etishga hargiz bardoshlik beramaydi. Sardar, bu bola sizning mujan jigiringiz-ku. Siz Dilnurni qutqizaman degan taqdirdami, qandaqli bo'lmasin yana bir oy saqlab tursangiz bo'lamdi. U chaqda bola 7 oydan oshidi. Tug'ilsimi saqlam yashay oladi. Bo'lmaydi. Dilnurning kesili uni saqlayolmaydi. Qo'l silinglar. Sardar gapini tugatib, burilibla operatsiya uyidan chiqib ketdi. Operatsiya ustiliga chang besilgan Lala medarlayamaydi. Uning qulog'iga doktorning asabni qo'lga olgan ovozi anglanib turadi. U hatto titrashga jur'at qilolmaydi. Doktor operatsiya qilgan o'rinning qiyib ketishidan, bolaning putqo'llari yoki beshi kesilib ketishidan ansirab, yuragi qattiq og'rib ketdi. Lala ko'zini changni yumdi. Lekin ko'zini qancha yumgan siri atrofdagi ovozlar shunchalik sezgir bo'lib, shunchalik qo'rqib ketadi. Lala levini chang tishlab, yanala ko'zini ochdi. Ko'z oldidagisining hammasi maska taqib olgan doktor, sestralar. Yana operatsiya pichqi, qisqo'sh degandek narsalar bo'lib, uning kalpukini changida tishlab, badanidan chiqqan qo'rqinchni yo'qotishga tirishsimi, lekin
yanala qo'rqinishdan o'zini tutolmay yotadi. Muzdek pichoqning bisi rastala uning qo'ziqiga kirganda, u qo'rqib ketgan bo'lsa-mu, qattiq og'riqqa bardoshlik berib, titrab, medarlamadi. Obraziya pichoqi uning qo'zig'ini yardi. Qattiq og'riq shu hamon Lalaning butun badaniga taraldi. Lala kalpukini tishlab, obraziya ustida yotadi. U har qancha og'risa-mu, hargiz medarlayolmaydi. Bu vaqt uchun u cho'qim bardoshlik berishi kerak edi. Qattiq og'riqdan u o'limning qo'rqini ko'rdi. Lala bir qo'li bilan qo'zig'ini qo'lgandek his qildi. Har qaytim qo'lgan chaqda u bir qaytim o'lib, qayta tirilgandek bo'ladi. U qanaqli bo'lmasin, bu vaqt tug'ilgacha bardoshlik beradi. Chiqirib oldim, o'g'il bola ekan. Bir ayol doktor balani ko'tarib chiqib, balaning ko'kirib ketgan sag'risiga kuchab urganda, Lala balaning yig'a ovozini g'uva angladi. Ovoz shunchalik to'van, shunchalik ojiz edi. Amdala 6 oylik bo'lgan bola endi qanday yashaydi? U og'riqdan kalpukini kuchab tishladi. Qon kalpukini bo'ylab asta-asta sirg'ib tushdi. Lekin bu balaning ojiz yig'a ovozining uning yuragiga epkagan azobining oldida bu qanchalik ishdi. Nimali degan bilan u Sardarning bolasi edi-ku. U haqiqatan rahimsizga. Lala amdala bu azoblardan qutulib, bolasini ko'makchi bo'lganda, ishki doktorning qilishgan gapi uni cheksiz, umidsizlik qaynimiga so'rab kirdi. Apandi, uning jigirini zada qanchalik kesimiz? Xohlagancha kesimiz demagan midingiz? Xohlagancha kesivering doktor. O'zingiz qo'l silib kesib bo'lgandan keyin tikib qo'yib, ko'pchilik ishni tutsanglar bo'ladi. Operatsiya pichiqi yana uning teniga sanjaldi. Lala bu qitim bardoshlik berolmay hushidan ketdi. Lala ikkinchi kuni og'riqdan uyg'onib ketdi. Yar eg'izi tikilgan bo'lsa-mu, lekin okul suyuqligida og'riq to'xtatish dorisi yo'q edi. U nayt tasda ko'zini ochdi. Kamran. Uning kallasida butunlay bu vaqtning ojiz yig'a ovozi bor edi. U allaqachon bu vaqtga ism o'ylashib qo'ygan bo'lib, bola o'g'il bo'lsa, ismini Kamran, qiz bo'lsa, ismini Kamila qo'ymoqchi edi. Lekin uning yuzlangini bir parcha jimjitlik bo'ldi. Bir ayolning chiroyi tuyuqsiz uning oldida paydo bo'ldi. "Acha, uyg'ondingmi? Kamranni sevgandingmi?" Dilnur beligini tutganicha uning karvati oldida turib, so'g'uq nazarda kulib turib so'radi. Dilnurning gapini anglab, Lala og'riqchi deyolmay, aldirab tenab atrofga ko'z yugurtdi. Darvaqa, Kamran uning yotiqida yo'q edi. "Dilnur, Kamran qini. Kamranni menga qaytirib ber."